9. qism. Gülnarxan, açamdaki Gülnaziyaның xizmet işi doğruluq başqa turgan bolsa, şu işni davatamdikin dep oylagan edi. Lekin kütmegende Aytılaxan başqa bir gapni qilwatatdi. Mağa qarasыңlar. Ayni vaqtda birga ishlab pensiyaga chiqqan bir qancha ayol pat-pat ko'rishib turish maqsadida choy o'ynagan edik. Bizning bu choy deganimiz amaliyotda bir oyda bir qatim tamoqxonaga berib, bir vaqt paranglashib kelishdan iboratli bir ish. Bizning oramizda Rahila xonim deydigan bir aylan bor edi. Rahila xonimning Ahmadja ismli bir o'g'li bo'lib, bu yigit kelishgan bo'lib qolmay, yana bakmi qobiliyatlik. Onun öz aldığı qurgan şirketimi bor. Şirketning sodisimi bakli yaxshi ekan. Tex katta dachsimi bor. Yosh bo'lishiga qaramay, katta boylardan hisoblanadi. Qo'lini nega so'z shu yerga yetadi. Eng muhimi, axloq fazilati to'limi joyida yigit. Menmi uni nechqatim ko'rgan. Ish qilib odamning bali qilvog'is kerakdekli esil yigit. Ammo shu birli yeri bu yigit bir to'y qilgan. Uning ayoli tunji tug'dida qazo qilib ketgan bo'lib, uning 5 yoshlar chamizda bir qizi bor. Ha, to'xtang ocha. Siz zodi nima demoqchi? Gaplaringizni anglasam, siz nozik qizimga elchi bo'lyapsiz nima? Ha, shundoq bo'lsin ham bo'pti. Qizimizga Yamayani tanishtiratdimmi men? Siz shu uning bir to'y qilganini, bir qizi baliqini qabul qilolmayotgansiz qachon? O'ylab beqing, shu tarafini demaganda, bundoq yaxshi nomzodni nerdan topqili bo'ladi deysiz? Bu ishnimi qabul qilolmag'idek yeri yo'q-ku. Bir to'y qilgan bo'lsa, qizi bo'lsin ham bo'pti. Texi to'y qilmagan qizlar bu aylag'imi tegadigan-ku. Bundoq desam, ko'nglingizga kammisin singlim. Agar mening qizim bo'lgan bo'lsa, bundoq esilga silagim oshmaydi-jo'mi? Sizlar mening qon qarindoshlarim bo'lg'ashqa, bundoq obdan yana qo'ldan berib qo'ymayli dedim singlim. Siz nozik qizimga xizmat ishlab beqing. Agar nozik qizimiz Ahmadjonga yotiq bo'lsa, xizmatdan, turmushning issiq sovuqlaridan g'am qilmasimi bo'laveradi. Shu bolalarning g'amini yavatimiz emasmi? O'g'u shu acha. Lekin hozir Gulnaziyaning ko'ngli yerim to'g'anda. Bu gaplar uningga tetmasmikin? Olimadiz, bu ish eg'ir kelib ahmoqona ish qilib qo'yamu deb ansiraydiganman shu. Undaqda bu ishni men o'zim tushundiray, xotirjam bo'ling. Bu ishda uni majburlamaymiz. Faqat yigitning ahvolini tafsili tushuntirib, tanlash ixtiyorini yanala uningga beramiz. Gülnarxan, agar yigit haqiqatan ocham degandek bo'lsa, agar qizimiz qo'shilsili bo'pti deb o'yladi. Shunga kechqurun Gulnaziyaning dadasi ishdan qaytib kelsa, uningga bu ishni aytib, ondan qoyil qilishni ko'ngliga buydi. Qani, avval ocham Gulnaziya bilan bir so'zlashib baqsin. Qizimiz nim deydi texi bu ishqa deb o'yladi. Lekin yanala bir xil dilg'ul bo'lyotdi. Aytılaxan Gülnarxanning boshlashida Gulnaziyaning yotoq uyga kirdi. Kirganda Gulnaziya derazaning oldida o'ngini tirginicha sirtqa qarab xiyol surib o'tiradi. U opasi bilan hammasining kirganini to'ymadi. Hammasi uning qishiga astag'ani kelib, uning sochlarini yengil seyladi. Shundala Gulnaziya ularga burilib qaradi. Voy, amma. Kirganmidinglar? Sizlarning kirganinglarni sezmabdimi? Hech qisi yo'q qizim. Ha, yigitingizni o'ylayotganmidingiz? Yo'q, ay hamma. Nadiki yigitgan u? Odamni xijil qilmang, a? Voy, jinim qizim. Buning xijil bo'lg'idek nemisi bor? Menmi sizning opangizga o'xshash. Shu qarasam, hech nima to'ymay xiyolga petib ketibsiz. Shuni deyman-ku endi. Shu birdan uni buni o'ylab o'tirib qolibdimi?
Ular so'zlashib o'tirgan paytda Gulnarxon ikkisini erkin ozoda paranglashib olsin deb meva va choy akirishni bahona qilib chiqib ketdi. Gulnarxon chiqib ketgandan keyin Oytulaxon eshikni yopib qo'yib kelib Gulnoziyaning karvatiga kelib o'tirdi. Gulnoziyamu hammasining harakatlaridan o'ziga deydigan bir gapining borligini pamlab bo'ldi. U burundan hammasini behli hurmat qiladi. Şuna özünü tüzleştirip, hamısının gapini anlaş üçün tayyorlanib o'tirdi. Oytulaxon Gulnoziyaning boyqa gaplaridan uni yigiti yo'q deb o'ylab gapni o'dilla boshladi. Menga qarang qizim, men gapni aytib o'ltirmayla o'dilladay. Almisaqdan tatib, qizchong bo'lsa yotliq bo'ladi, o'g'ilchong bo'lsa uylanadi. Hech qaysimiz turmushning bu qonuniyatidan qochib qutulolmaymiz. Siz mening ko'z oldimda cho'ng bo'lgan, o'zingizmi shundoq chiroylik, axloqli cho'ng bo'ldingiz. Manamdilikda oliy maktabni bitirib keldingiz. Rost, hozir xizmat ishingiz sizni tamtirtib qo'yotdi. Lekin qiz bolaga nisbatan turmush ishi yanada muhim qizim. Turmushda ko'nglimiz xotirjam bo'lsa, xizmat ishimi barbara bir yo'lga kiradi. Sizga desam qizim, mening ilgirki xizmatdashim Rahila xonimning Ahmadcha ismli bir o'g'li bor edi. O shundoq deb Ahmad apandiga munosabatli ishlarni Gulnoziyaga deb uning inkosini sinab boqdi. Bundoq ishlarda shamolga qarab yo'l tutishni bilib ketgan Oytulaxon Ahmad apandining to'y qilganligi va qizi to'g'risidagi ishlarni vaqtincha demay turdi. Gulnoziya hammasining so'zlarini anglab, shu vaqtning o'zida rad qilib o'tmoqchi bo'ldi-yu, lekin hammasining yuz xotirasi uchun o'ylashib beqib javobini keyin bermoqchi bo'ldi. Oytulaxon har holda Gulnoziyaning rad qilib o'tmaganligidan yanala umid bor deb his qilib, xushal holda uning yotiqidan chiqib ketdi. Hammasi chiqib ketgandan keyin Gulnoziya ko'p o'ylandi. Farhod bilan yurgan kunlarni o'ylab chiqdi. Ondan yaqinqi bir mezgillardagi Farhodning o'ziga qilgan muomalalarini o'yladi. O'ylab o'tib, ixtiyorsiz ko'zlaridan yosh chiqib ketdi. Bu ishda yoqday desa, Farhodni yaqindan beri o'ziga kuyinmayotgandek his qilib, yaxshi yerni qo'ldan berib qo'yg'isi kelmaydi. Ma'qul desa, yana bir yerlari Farhodga tortishib turadi. Gulnoziya hammasining gapini o'ylab berib, Ahmad apandi tarafga aqib ketayotganligidan o'zim cho'chib ketdi. Uning shu topda Farhod bilan ko'rishgisi keldi. Shuning bilan qo'liga telefonni olib, Farhodga telefon qildi. Nemishqidir Farhod telefonni olmadi. Gulnoziya uningga qayta telefon urdi, ammo Farhod telefonni faqat olmayotdi. Bugun Farhodning 5 soat darsi bor bo'lib, cho'ngroq o'qituvchilardan ikkaylan ko'tarilmasang singiltib ol degandek qilib, o'zlariga xush yoqmagan 2 soat darsini bir ishlarni bahona qilib Farhodga havola qilgan edi. Farhod atdigandan kechgacha 7 soat dars o'tib, amdila o'qtab turishiga maktabdan butun ishchi xizmatchilarga jiddiy yig'in ichiladiganligini, jiddiy yig'ilishni uqtirdi. Farhod ishxonasida qilib qolgan telefoniga qarashqimi ulgurmay yig'inga kirib ketdi. Bugungi yig'inda hamma rahbarlar bir-biri bilan deyishib olgandeklar birining keyindan biri o'xshash muqomdagi so'zlarni qayta uzundan uzunga so'zlab, yig'in 2 soatdan ortiqroq so'zlab ketdi. Ishdan tushadigan vaqtdanmi xeyla o'tib ketdi. Yig'in oxirlashganda o'qituvchilar o'zaro g'o'drashqanicha uylarga qarab mangishdi. Farhod ishxonaga kirib, bir istakan choy ichib olib, telefonni qo'liga olib cho'chib ketdi. Gulnoziya uningga to'xtamasdan telefon urib, 30-40 qitimdek telefon qilib bo'lgan edi. Texi uningga o'zini amdi izlamaslik to'g'risida o'chirma qoldirib qo'yibdi. "Hey, mal ishni ko'ring." Gulnoziya aslidinmi Farhodning darsim ko'p, xizmat oldirash degan gapiga ishonmay, uningdan norozi bo'lib, o'ziga bo'lgan ko'nglidan gumonlanib bugungi ishni nim deb tushuntirgulik. Farhod darhol Gulnoziyaga telefon qaytardi. Ammo Gulnoziya telefonni olmadi. Bir necha qatim telefon qildi, telefonni etibdi. Farhod Gulnoziyaning uyiga telefon qildi, Gulnoziya uyda yo'q bo'lib chiqdi. Farhod boshlarini qamallig'icha o'ltirib ketdi. Shu topda u atigandan beri to'xtamay dars so'zlab, keyindalla quloqni pon qilib o'tgidek uzun ichilgan yig'inni anglab charchashdan aran turadi.
Әмді бұныңға қошылып, мау ішini көрім. Оның üstüge muşu күлләдә Gülnaziyaның gep yeydigan təlati yo'q. Bugünkü ishni u qandoqli tushundirsimi, Gülnaziya yanala o'zining gapini yurg'iltidi. Bo'ptila. Beshimga kelganini ko'raman deb o'yladi-da, o'rnidan turib ishxonasidan chiqib ketdi. Bu vaqtda Gülnaziyamu taza ikkilanish, xafaliq ilkida xalq bog'chisining bir chetidagi o'rinda mo'nib o'tiradi. U bugungi Farhodning qayt-qaytlab telefon qilsimi, telefon olmaganligidan, hatto o'chirini ko'ribmi, parvo qilmaganligidan uni haqiqatan mendan yuz o'ribdi. U cho'qim Tilmira bilan tepishib olgan gap. Ochiq gapni qilolmay, menga mushundoq muomala qilish orqali meni gap teshishga majburlayotdi deb o'yladi. Ilgari Farhod bilan yurgan mezgillardagi o'ziga samimiy muomala qilib, uning izzat hurmatiga dog' tegadigan, axloq fazilatiga muxolif harakatlarda bo'lib boqmaganligining hammasini o'ziga ko'nglining yo'qligidan deb tushundi. Qizlarni xaltaga sulaydigan bir qism yigitlarning ota-onasini qo'shitib turib, qizlarga qimmatbaholiq buyumlarni ilib berish orqali qizlarni endiga keltirishidan iborat saxt qiliqlar hozir Gülnaziyaning nazarida ularning qizlarni haqiqiy yaxshi ko'rishidek. Farhodning uningga bek bo'lsa, o'zi arzon taqlidiy buyumlarni, bo'lmasa, undaq-mundaq kitoblarni sovg'a qilib yurishi uningga o'zini ahmoq qilgandek tuyulib ketayotdi. U Farhod bilan 3 yildan ko'proq aralashib nimaga erishdi? Aqallisi, qo'llarini mujibqina tutib qo'yishga erisholmadi-ku. Sevgiga tashna nepizlavlarga bir haqiqatan bo'lsa-mu lav yiqib qo'ymadi-ku. Xizmatga chiqib o'ylibla, hadisa darsning ko'pligi, xizmatning oldirashligini bahona qilib degan yerdan chiqolmaganligi, hammasi uningga yetarsizlik, uningga ko'ngil bilmaslik, uni yaxshi ko'rmaslik bo'lib tuyulyotdi. Bo'libmi, uning bugun kech bo'lguncha bir haqiqatanmi uningga telefon berib, holini so'rash tugul, Gülnaziyaning telefonlarini olmay, o'zini atva qilishlari Gülnaziyaning zodala ko'lisidan o'tmayotdi. Yig'ib aytganda, Gülnaziyani hozir o'zi ko'rib boqmagan Ahmad apandining kelishgan qaddi-qomati, mol dunyosi, katta qo'rodachisi asir qilgan edi. Zodi, tegidan fazilati durust bo'lmaganlar, ko'rinishda chondirmag'ini bilan xalqliq paytga kelganda o'zini mushundoq oshkorlaydigan o'xshaydi. Gülnaziyamu hozir Farhodning o'zini paxta ichida cho'q saqlagandek to'limi ehtiyot bilan muomala qilganliklarini, yaqinchiligini ifodalaydigan cho'ng-kichik hamma harakatlarini muqaddas to'y kuniga qoldirganligini, iqtisodda yutqanga qarab put sunishlarini hech nimaga arzimaydigan, hatto yigitlik jur'ati yo'q chiqarib etib boradi. Amdi o'yinni berishning o'rni qolmadi. Ahmad apandidek yosh, katta boy turgan yerda Farhoddek o'qituvchining keyindan so'kildab yurish to'lim ahmoqlik emasmi? Gülnaziya mushunda xiyolga kelgandala o'zini bir xil yeniklab qolgandek his qildi. U telefonni ochdi. Ondan hammasiga telefon berib, uning aytganlariga qo'shiladiganligini aytdi-da, yana avvalgideklar telefonni etib etdi. U telefonni ochgan chog'da Farhodning o'ziga qancha qitimlab telefon qilib, bugungi ahvolni tafsiliy tushuntirishlari, telefonning izchil qishida emasligini aytishlari faqat bahona sabab bo'lib tuyulib, uningga parvo qilmadi. Hammasi Gülnaziyaning telefonini qabul qilsalar, Rahila xonim bilan aloqalashib, 2 kundan keyin Ahmad apandi bilan Gülnaziyani ko'rishadiganga to'g'rilab bo'ldi. Bu chaqcha Gulnar xonmi Gülnaziyaning dadisi Botirni qoyil qilib bo'lgan edi. Botir bu gapni olib, faqat Gülnaziya qabul qila olsa, o'zining qo'shildiganligini bildirdi. Gülnaziya bilan aloqalashmay qolgan kunning ertesida Farhod maktab rahbarligi tarafidan har qaysi shaharlardagi o'qituvchilarning tajriba almashtirish suhbat yig'iniga Urumchiga haftalik avatildi. Maktablardagi ba'zi ishlar ajoyib. O'qituvchilar ish og'ir kelganda qandoqdir biror o'qish fursati yoki yig'in degandek ishlar bo'lsa, barsoq bo'ladi deyishib ketgani bilan, haqiqatan ashundoq fursatlar kelganda o'zlarini chatga tortib, texi to'y qilmagan, ortiqcha gap so'zi yo'q yoshlarni itirib qo'yatdi. Farhodmi kimning o'rniga berib qolganligini bilmayli qoldi. Atiganda texi ishga tushmay turibla, tayyorlik qilib, hozirlik minishni aytib telefon keldi. O, darslarimni qanday qilarman deyishaman qarishtirib, buningdan xotirjam bo'lishni, darsni o'zlari o'rinlashtirdiganligini aytdi.
Farhod hayron qoldi. U maktabdagi chog'da 1 soat darsni o'rinlashtirishmi behli qiyinga tushadi. Amdilikda haftasiga o'tiladigan 28 soat darsni biz o'rinlashtiramiz deb mayda qiqishlardan hayron bo'layotdi. Ikkilanib turishga bo'lmaydi. Farhod noyati tezla tayyorlikni bitirib Urumchiga qarab yo'l oldi. U yo'lda borguncha Gulnoziyaga telefon qildi. O'zining Urumchiga ketib borganligini, hafta turib qoladiganligini, bu ishning to'limi tuyuqsiz o'qtirilganligini degandek ahvollarni tushuntirib, uchurlarni qoldirdi. Ammo Gulnoziyadan hech qanday sado yo'q edi. U xuddi Farhod bilan aloqalashmaslikqa qasam qilib aytgandekla jimjit yo'qib ketgan edi. Tagdırnıng chaqchıqı namlıq köp qismliq avazlıq əsərinin 9-cu qismini anlatdıq.